G'iybat qilsa roza ochiladimi? Menimcha bu savolni payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning ba'zi hadis shariflarini ko'rib, zohiridan shu narsani tushungan inson so'rayotgan bo'lsa kerak, chunki hadis shariflarda g'iybat qilish, yolg'on gapirish, tuhmat qilish va hokazo shunday katta bir gunoh, ma'siyatlar borki, ro'zani botil qiladi degan ma'no ifoda etilgan. U yerda bilishimiz kerakki, bunday hadis shariflar odatda ro'zani aslini emas, balki uning savobini botil qiladi, fazlini botil qiladi deb tushunishimiz kerak. Chunki ro'zadagi farzni bilsak bo'ldi o'z-o'zidan. Ro'zada farz bo'lgan narsa o'zini yemoqdan, ichmoqdan va jinsiy aloqadan tong otgandan to quyosh botgungacha tiyib turish, ya'ni o'zini saqlab turish. Mana shu narsa ro'zani farzi bo'ladi. Endi o'shani ichida aytaylik, yemoqdan, ichmoqdan va jinsiy aloqadan deganda ichida g'iybat qilishdan, tuhmat qilishdan, yolg'on gapirishdan tiyilish degan gap yo'q. Demak, bu ishlar ma'naviy jinoyatlar bo'lganligi tufayli ibodatlarning ma'naviyatiga putur yetkazadi. Undan ko'zlangan maqsadga, fazilga, savobiga, ajriga putur yetkazadi. Ammo g'iybatchi ham, yolg'onchi ham, tuhmatchi ham, bo'xtonchi ham bo'lsin, roza tutadigan bo'lsa, farz bo'lgan roza ibodati uning zimmasidan soqit bo'ladi, agarchi u savobga erisha olmasa ham. Shuning uchun biz mo'min musulmonlar endi g'iybat ro'zani ochmas ekan-ku deb unga beparvo bo'lishimiz kerak emas, balki ro'zaning savobini, fazlini botil qilar ekan, yo'qotar ekan, shundan ehtiyot bo'lishimiz kerak deb saqlansak maqsadga muvofiq bo'ladi.